Assalomu alaykum bolalar hammaga. Mana turnirimiz boshlanishiga ham sanoqli daqiqalar qolmoqda. Hozircha bizda so'nggi daqiqa ketyapti. Ishtirokchilarimiz soni esa 47 nafar. Uspet qilisharmikan yana qolgan o'yinchilar ham. Uzr, bizda vaqt tugadi. Uspet qilmaganlar keyingi o'yinimizda uspet qilasizlar degan umiddaman. Bolalar bittadan like, bittadan komment eslaringdan chiqarmaysizlar degan umiddaman. Ularning hammasi kanalimiz rivoji uchun. Agar kanal qanchalik aktiv bo'ladigan bo'lsa, shunchalik ko'p turnirlarimiz davom etadi. Agar o'zlaring kontent qilmoqchi bo'lsalaring, menga murojaat qilishlaring mumkin bemalol. Bitta adminimizni joylab qo'yaman sizlarga kuzatuvga. Faqat sizlarni olib beradi. Tepadan pastdan har yo'liga. Sizlar murojaat qilsalaring bo'ldi. Narxi 10 ming. So'm. yettita ishtirokchi, 24 ta jamoa. Mana o'zlaringga ko'rib olishlaring mumkin ishtirokchilarni. Hozir biz bu yerda faqat bitta joyga tushayotgan ishtirokchilarni qidirishga harakat qilamiz. Bizda bitta joyga tushayotganlar bor. Hozircha bizda faqatgina Samarqand holatida. Prezidentda joylashgan joyini qaranglar. Juda ajoyib tarzda joylashib olibdi u. Hozir bizda bu yerda to'qnashuv yuz beryapti. Sadardinov, uzr, ozgina noto'g'ri talaffuz qildim. Bizda Sher ham David holatida. Yonida turib otib tushira olmayaptimi bu? Marko Bis ham David holatida. Biz bu yoqqa o'tishimiz kerak hozircha. Uzoqroq hatto sezmadi ham tushib kelayotganini.
Bizda bu yerda 2 ga 1 vaziyat. Bir ham nok holatida. Vo, axir juda ajoyib tarzda nok beryapti. 23-komandaning bir a'zosiga. Skuf Asko yordam bera oladimi sherigiga? Bu 100lik lobbilarda bitta xato bu minus degani. Hozir biz boshqa yo'lga qaraymiz. Vo. Buni qanday tushuntirishni o'zida ham iloji yo'q, o'zlaring ko'rib turibsizlar. Bunday holatda eng yaxshisi o'zini o'zi dabit qilib yuborish. Bizda hozircha hech qanday to'qnashuvlar yuz bermayapti. Hozircha bizda 5 nafar ishtirokchi minus holatida. Skvasko juda katta xato qildi. Axiga yordam bera oladimi Jonni? Ko'ramiz. Afsus, juda katta xatolik yuz berdi. Jonni juda katta xatolik qildi. Bu yerda bizda yana bir to'qnashuv yuz beryapti. O'zi balkonok holatida. Yusuf va Fay o'rtasida to'qnashuv. Yusufdan ajoyib harakat yuz berdi bu yerda. Endi bemalol ko'tarsa ham bo'ladi. Bizda Baxti Sofer va jamoadoshi ham minus holatida. Va biz bu yerga skuflarga o'tishimiz kerak. O, 5-komandaning bir a'zosi nok holatida. Ko'tarishga uspet qiladimi? Yo'q, qilmadi. Va 5-komanda bu yerda hozir minus holatiga tushib qolyapti. 22-komandani ham ushlab qola oladimi? 25-komandasi ko'plar. Vo, mana bu boshqa masala. 22-komandaning bir a'zosi nok holatida. Navbatda Dangerga ham ishlasha oladimi? Va o'zlaring ko'rib turganlaringdek bu yerda hozir Skuf komandasi ikkita jamoani minus holatiga tushiryapti. Biz hozircha boshqalarga tushishimizda ham hojati yo'q ekan. Hamma yoqda tinchlik. Oltinchi komanda 17-komanda a'zolari bu yerda to'qnash kelish mumkin.
Jax nimani kutyapti? Vo, menimcha shuni kutayotgan bo'lgan Jax ularni bemalol ortga chiqishini. Bu tarafdan 9-komanda ham kirib kelyapti. Menimcha hozir 17-komanda o'rtada qolib ketadiganga o'xshayapti. Payqay olishadimi? Jax'da. Menimcha Azart Jax'ni ko'rib qolgan. Nok holatiga tusha olmadi. Hani endi o'ziga qiyinroq bo'lsa kerak Jax'da. Ha. Ko'rib turganlarga 17-komanda a'zolari minus holatiga tushib qolyapti. Bu yerda 9 va endi 6-komandalar o'rtasida to'qnashuvni ko'rishimiz mumkin biz. Azart nok holatida. Ko'tara oladimi? 6-komandaning ikkinchi a'zosi. Ko'tarishga ham uspet qilibdi. Bizda bu yerda hozir Skuvlar o'rtasida Skuvlar komandasida to'qnashuv bo'lyapti. Afsus, bu yerda Skuv aptechka urishga uspet qilmadi va minus holatiga tushib qolyapti. 4-komanda a'zolari oladi. Mana bu qanday harakat 3-komanda a'zosidan juda ajoyib tarzda qochib qolyapti o'qdan. Bizda bir komanda zonani tashqarida yuribdimi? Yo'q, bularda aptechkasi yetadimi? 2 dona bint. Menimcha yetib bora olmasa kerak. Sherigida qancha? Sherigida 6 ta qish bor ekan. Ha, menimcha uspet qilishadi bular zonaga. Va bularni bir komanda kutib oladiganga o'xshayapti. Vo. Aptechka ham bironasi urgani ham iloji yo'q hozir bu yerda 16-komandaning a'zosini. Hashi, suvi, hech narsasi yo'q. Hozir bularga har tarafdan komandalar kirib kelishni boshlashadi. Uchinchi komanda a'zolari, bu yerdan 9-komanda. Ha, kirib kelishni boshlashdi.
Yo'q, bular aylanishdi, tallashdi. Bular hozir 21-kamandaning oldida. Wow! Ajoyib harakatlar 11-kamanda azosidan. Endi faqat hamma masala Proshayevda qoldi. Hech bo'lmasa Davidga ishlay oladimi? Afsus, buni uddalay olmadi Proshayev. Bularda hali hech qanday kill yo'q. To'qnashuvlar ham yuz bermadi bularda hali. Va bizda 6-komanda a'zosimiz holatida 4-komanda a'zolar tarafidan. Va buni qaranglar, o'zlaring ko'rib turganlaringdek 2-komanda o'rtasida to'qnashuv va uzib shama yopib yuboryapti bu yerda. Ajoyib harakatlar. Yana bitta molotov. Menimcha uspet qilmasa kerak ko'tarishga. Yo'q, uspet qildi. Nima, push qilishadimi yoki kutishadimi? Buradan shama zonaga kirib boryapti. Nok bo'lishiga juda ham oz qolyapti shamani. Hoppa, noto'g'ri tushish bo'ldi. O'lib ketdi. 12-komanda a'zolari Davidga ishlayapti shamani. Va bizda bu yerda 12 va 6-komandalar to'qnashdi. 9-chi. Juda ham oz qolib ketdi, joni ko'rib turganlaringdek. Endi biz bu yerda 0-larga qaytamiz. Menimcha 0-1 azarda juda joyida darajada beryapti ikkita. Ziyo ham holatda doston yiplayib yordam bera oladimi sherigiga? Yo'q, o'lib ketishdi. Bizda 3-komanda a'zolar qolyapti. O'zlaring ko'rishlaring mumkin 6 ta odamni. Bu yerda bizning asosiy favoritimiz 4-komanda, ularda zona bor. Vo. Azat yordam bera oladimi Avgustinaga? Jonni qaranglar, har ikkala a'zosini ham joni pashti qolmadi. Xuddi men kutganimdek. Orada 4-komanda a'zolari yutib ketdi. Hazard o'zi 8 ta killi bor.
o'zlaring ko'rib olishlari mumkin bolalar bemalol natijalarni. Valla bittadan layk va bittadan komment eslaringdan chiqarmasligini umiddaman. Keyingi o'yinlaringda hammalaringga omad.